Yunusobod rayonidan maqulyasiz uy qidirayotganlar uchun yaxshi bitta xonadonimizni obzor qilgani kelganmiz. Xonadonimiz juda ham chiroyli, Novostroyka domni birinchi qavatida joylashgan, ikkita xona 70 kvadratdan iborat. Akamiz bu uyni o'zlari yashashlari uchun albatta qilib remont qilganmanizlar. Uyimizda yashash uchun kerak bo'ladigan hamma shart-sharoitlar bor. Oshxona, mebellar, televizor, Wi-Fi, hattoki sanuzelni ham ikkita qilib qo'ygan ekanlar. Xonadonning lokatsiyasi juda ham qulay. Shundoq yaqinida bog'cha, maktab, Sampi, mol, Korzinka, undan tashqari Agra hamda Sampi universitetlariga ham piyoda 5 minutlik yo'l. Uy egalari uy narxini internetga $750 deb yozib qo'ygan ekanlar. Bizni savdolashib $700 ga ko'ndirib qo'ydik. Agar Instagram orqali kelishsa, mayli yana birinchi oyiga $650 qilib beraman deb aytdilar. Kimga yana shunaqa maqulyasizliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, profilimizga o'tib, like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Shu videoni Yunusobodda yashayman degan tanishlaringiz bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'ying.